Assalomu alaykum. Bugun mana 2-sinf matematikasidan 108-dars sonni 7 ga bo'lish. Hurmatli bilimli bolajon kanalining aziz muxlislari, mana siz bilan bugun matematikadan mana shu bo'lish ko'paytirishlarni birgalikda bajaryapmiz. Albatta bunda o'quvchi ko'p bo'lishdan oldin ko'paytirishni ko'proq yod olgan bo'lishi kerak. Yondosh mavzu: g'amxo'rlik va yordam. Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma haqida suhbat olib boramiz. Hayvonot burchagida 2 ta quyon va 3 marta ko'p to'tiqush yashaydi. Hayvonot burchagida necha to'tiqush yashaydi? Xo'p, busi Sardorning uyida 14 ta quyon yashaydi. Ular hayvonot burchagida yashayotgan quyonlardan nechta ko'p? Quyon 2 ta. To'tiqush esa undan 3 marta ko'p. To'tiqushni topishimiz kerak. Uning uchun 2 ni 3 ga ko'paytiramiz. To'tiqushlar 6 ta. Bu yerda 2 quyon edi, 3 ta esa to'tiqush. 3 marta ko'p demoqchi va bu yerda biz 6 ta to'tiqush borligini aniqladik. 14 ta quyon yashaydi Sardorning uyida. Ular hayvonot burchagida yashaydigan quyonlardan nechta ko'p? Biz buni hozir hisoblab topamiz. 14 ga qo'shamiz. Xo'p, 2 ni 16 ta quyon. Ya'ni bu yerda Sardorning uyida 14 ta quyon yashaydi, hayvonot bog'ida esa 16 ta quyon yashaydi. Umumiysi 14 ga 16 ni qo'shsak 30 ta quyon hosil bo'ldi. Ikkinchi 28, 45, 35, 62, 70, 15, 42, 48, 21 sonlari orasidan 7 ga bo'linadiganlarni tanlab oling. Ularning namunadagi kabi ko'rinishda yozing. Ya'ni bu joyda birinchi turgan 28 bu 7 ga bo'linadi. Biz qayerdan bilamiz uni? 7 ni 4 ga ko'paytirsak 28. 28 ni 7 ga bo'lsak 4, 28 ni 4 ga bo'lsak esa 7 kelib chiqadi. Qolgan sonlarni ham xuddi shu tartibda bajarib qo'yamiz. Mana bunday. Bu joyda 35 7 ga bo'linadi. 7 ni 5 ga ko'paytirsak 35 hosil bo'ladi. 42 7 ga bo'linadi. 42 ni 7 ga bo'lsak 6. 21 ni 7 ga bo'lsak 3. Xo'p, ko'paytirish amalida esa o'sha 7 ni 3 ga ko'paytirsak 21, 7 ni 6 ga ko'paytirsak 42, 7 ni 5 ga ko'paytirsak 35, 7 ni 4 ga ko'paytirsak 28 hosil bo'ladi. Bu joyda qoida turibdi. Bir kattalik boshqa kattalikdan necha marta katta yoki kichik ekanini bilish uchun kattalikni kichik kattalikka bo'lish kerak. Ya'ni 12 ni bo'lamiz 3 ga. 4 marta katta. 3 soni 12 dan 4 marta kichik. Mana shu tartibda bajarildi. Bir ikkinchi misol ham. Uchinchi rasm bo'yicha masala tuzing. Nimani aniqladingiz? Ya'ni bu joyda 3 ta quyon turibdi chap tomonda. O'ng tomonda esa 2, 4, 6, 8, 10, 12 ta to'tiqush turibdi. Bizdan so'rab turgani to'tiqushlar quyonlardan necha marta ko'p yoki bo'lmasa necha marta kam. Ana o'shani biz topishimiz kerak. Uni mana bunday tartibda bajaramiz. Quyon 3 ta, to'tiqushlar 12 ta. Quyonlar necha marta kam? 12 ni 3 ga bo'lamiz. O'shanda 4 marta kamligi kelib chiqdi. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12. Necha marta ko'p desa biz 12 ni 4 ga bo'lsak 3 marta ko'pligi kelib chiqadi. 4-misol 56 soni 7 dan necha marta katta? Biz uning uchun 7 lik karrani yod olishimiz kerak. 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14, 3 ga ko'paytirsak 21, 4 ga ko'paytirsak 28, 5 ga ko'paytirsak 35, 6 ga ko'paytirsak 42, 7 ga ko'paytirsak 49, 8 ga ko'paytirsak 56. Buning uchun 56 ni 7 ga bo'lamiz, 8 marta katta ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni mana bunday.
56 bölü 7 barabar 8. 8 marta katta. 42 bölü 6 7 marta küçük. 7'ni 8'e ko'paytirsak 56, 6'ni 7'ye ko'paytirsak 42. Mana shu tarzda bajarilib boriladi. 5. Sxema bo'yicha masala tuzing. Mushuk uchun ozuqa 4 qadoq. Küçük uchun ozuqa esa 24 qadoq. Bizdan so'rab turibdi, necha marta ko'p, necha marta kam. Ya'ni 24 ni 4 ga bo'lsak 6. Mushukning ozuqasi 6 qadoq kichik. Endi necha marta kam deyapti. Buni bilish uchun necha marta kamligini 24 ni 4 ga bo'lsak 6 kelib chiqadi. Ya'ni mushukning yegani kuchukning ovqatidan 6 marta kam. Mana masala mana bu tarzda. Mushuk uchun 4 qadoq, kuchukning ozuqasi necha marta ko'p. Ya'ni kuchukniki 24. 24 ni 4 ga bo'lsak 6. 6 marta ko'p. Xo'p, 24 ni 6 ga bo'lsak 4. Endi 6 marta ko'p va 6 marta kam deb bemalol ayta olamiz. Chizing va yeching. Hovlidagi 6 ta o'rindiqdan 2 tasi singan. Butun o'rindiqlar siniq o'rindiqlardan necha marta ko'p? 6 dan 2 ni ayiramiz 4. Endi 4 ni 2 ga bo'lamiz 2. 2 marta ko'p ekan butuni. Bu hovlida yashovchi bolalar bitta o'rindiqni ta'mirlashdi. Ya'ni bu joyda sinig'i 2 ta edi, bittasini nima qildi? Ta'mirladi. Siniq o'rindiqlar butun o'rindiqlardan necha marta kam bo'lib qoldi? Ya'ni biz buni bilish uchun marta emas, bu yerda nechta kam? Ya'ni butuni 4 ta edi. Sinig'i 2 ta edi, bittasini ta'mirladi. Bitta bu joyda sinig'i bittagina bo'lib qoldi. Butuni esa 5 taga aylandi. Hurmatli mening o'quvchilarim, mana bugun matematikadan 108 dars bo'yicha siz bilan mashg'ulot o'tkazdik. 7, 8, 9 misol masalalar, bular uyga vazifa edi. Birgalikda bajaramiz. Jadvalni daftaringizga chizing va uni to'ldiring. Xo'p, bu joyda bo'lish amali bajariladi. Ani o'rniga tepada turgan sonlarni qo'yamiz. 7 ni 7 ga bo'lsak 1, 42 ni 7 ga bo'lsak 6, 49 ni 7 ga bo'lsak 7, 63 ni 7 ga bo'lsak 9, 28 ni 7 ga bo'lsak 4, 56 ni 7 ga bo'lsak 8, 70 ni 7 ga bo'lsak 10 va hokazo davom ettirib qo'ying. Bu joyda 6 ta misol. Bu misolni hisoblang debdi. Albatta bu joyda ko'proq bo'lish amallarini biz e'tiborga olamiz va qovus ichidagi amallar birinchi bajariladi. Mana o'sha 42 ni bo'lamiz 7 ga, qo'shamiz 18. 42 ni 7 ga bo'lsak 6, qo'shamiz 18, 24. 30 qo'shuv 7, ya'ni 14 2 ga bo'lsak 7, 37. 30 ga 26 ni qo'shsak 56 bo'ladi. 56 ni 8 ga bo'lsak 7. Keyingisi 63 ni 9 ga bo'lamiz 7, 7 dan 5 ni ayirsak 2. 78 ayiruv 7 ko'paytiruv 7. 78 dan ayiramiz 49 ni bo'ladi 29. 89 ayiruv 54 bo'lib 5. 35 ni 5 ga bo'lsak 7. Kunlar soviy boshlaganda bolalar qushlar uchun dong'oraklar yasadilar. Bolalar maktab hovlisiga 7 ta, maktab tashqarisiga 14 ta dong'orak yasadilar. Maktabdan tashqariga o'rnatilgan dong'oraklar maktabga o'rnatilgandan necha marta ko'p? Bolalar jami nechta dong'orak yasaganlar? Maktabda 7 ta dong'orak, tashqarisida esa 14 ta. Necha marta ko'p? Hammasi noma'lum. 14 ni 7 ga ko'paytirsak 2 bo'lsak 2 marta ko'p ekan. 7 ga 14 ni qo'shamiz. Bo'ladi 21 ta yasagan ekan. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Albatta like bosib ko'rib qo'yishingizni so'rayman. Xayr mening azizlarim.